ekanmisizlar? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun bank binosida yig'ilish o'tkazishimizdan asosiy maqsad hozirgi kunda bank tizimida, ya'ni O'zmilliy bank AJ aksiyadorlik jamiyatida jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga, tadbirkorlarga, yoshlarga, oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan, qanaqadir faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun bankimizda mavjud bo'lgan kredit mahsulotlari, yengillashtirilgan kreditlar, ularning foizlari, ajratilish tartibi va boshqalar to'g'risida ma'lumot berish hisoblanadi. Hozirgi kunda Milliy bank tizimida bir qancha kredit turlari mavjud bo'lib, bular jismoniy shaxslar uchun oladigan bo'lsak, avtokreditlarimiz, ipoteka kreditlarimiz, ishsiz fuqarolar uchun avtokreditlar, bundan tashqari maqsadsiz mikroqarz kreditlari va boshqa qayta moliyalash bilan bog'liq bo'lgan kreditlar va boshqa bir qancha kreditlar mavjud bo'lib hisoblanadi. Eng asosiylaridan biri hozirgi kunda dolzarb masala bo'lgan 60 va 61-sonli qaror asosida 30 yoshgacha to'lmagan yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, bankga kreditlash 61-sonli qaror asosida oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilariga ajratiladigan kreditlar bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari hozirgi kunda bizda doimiy mijozlarimiz bo'lgan tadbirkorlarimiz uchun aylanmalarni to'ldirish uchun imkoniyat kredit mahsuloti, ya'ni aylanmalar uchun 18 oy muddatga ajratiladi. Garov ta'minotsiz 150 million so'm miqdorigacha ajratiladi, yiliga 23%dan. Bundan tashqari ekspress krediti, ya'ni maqsadsiz kreditlarimiz bo'lib hisoblanadi. Maqsadsiz kreditlarimiz bu xuddi jismoniy shaxslarga ajratiladigan kreditlar bilan bir xil bo'lib, tadbirkor xohlagan faoliyat uchun bu kredit mablag'larini olib, o'zi xohlagan faoliyat uchun ishlatishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Bu kreditlarimiz asosan 3 yildan 5 yil muddatgacha ajratiladi. 3 yillik kreditlarimizga avtotransport vositasi garov bo'ladigan bo'lsa, 5 yillik kreditlarimizga ko'chmas mulk, noturar bino, savdo do'koni va shunga o'xshash